Baharda iliq kunlar boshlandi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun haftaning 3-kuni 18-mart sanasini ko'rishib turibmiz sizlarga. Xo'sh, bugun havo zakonli bo'lib turibdi. Xorazmda. Ana gujumlarimiz ham kurtaklab boshlabdi. Ko'rdingizlarmi? Kun issiq, odamlar уже sayaga qo'ymaga qaradi mashinalarni. Quyosh ko'rdiysizlarmi? Yorib turibdi. Nima deydi? Shunaqa gap so'zlar, hurmatli obunachilar, biz yerda soat 13:24 bo'libdi. Xorazm viloyatining Yangi Bozor tumanidamiz hozirgi vaqtda, do'stlar. Havo haqida ma'lumot bering deb o'tdim sizlarga. Issiq yomon emas, zakonli. Bir futbolkada 20 dan yerine kelib turibdi. Yaqinda yozib ketadi xudo xolasa. Metan zapravkalar 24 soatga o'tib ketdi. Bemalol kelib solaverasizlar, yarim kechdaman, azondaman farqi yo'q. G'ayrat solaverasizlar. Dehqonchiliklar ham boshlangan, odamlar ovda to'ntar etyaptilar. Bu narsalar egaja bo'lib. Mana yoqda Yangi Bozor City domlari bor ekan. Qaranglar, yaxshilashtsam ko'rinaman. Mana qaranglar. Shunday bizning qishloq hayotimizda. Lekin bir yeri borda, shu ko'chalar changib turibdi-da. Shu asfaltlagan vaqtda bu yoqlarni ham asfaltlab ketsangiz ham nima bo'ladi? Ya shu yergacha pul yetmay qoladimi ekan ya? Bu yerdan ovishmaymi ekan ya pul? Chang yuradi-da. Changni bu yoqda boshlanadi chang. Nega velosiped qo'yasizlar? Menda musor idish bor edi, uni biri qo'parib ketibdi. Shunday gaplar do'stlar, like bosib kanalimga obuna bo'linglar, yoddan chiqmasin. Joningiz omon bo'lsin. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.